Assalomu alaykum, mani yaxshilarim. Qalaysizlar? Kunlarni yaxshi o'tkazdinglarmi? Mani sizlardan chiqarib qo'ymasligingiz uchun shunaqa kunda kunora uy ichida bo'lsam ham shilimlarimni kiyib, aloqaga chiqib, borligimni bildirib qo'yay dedimda. Chota shu kunlarda fake akkauntlarim ko'payib ketyapti. Eplab bo'lmayapti, boru u yoqqa kirsam bu yoqda, bu yoqqa bo'lman, даже PGP-ni tushunmayman. PGP'da qanchadir odamlarim ham bor ekanman. Mana shu lider bo'lib yurgan ekanman, bunaqa bo'lib yurgan ekanman. TikTok gapirmasa ham bo'ladi. Instagram'dagina yaqinda yo'q qiluvdi, mayli nechego. Men aytmoqchi bo'lgan narsalar, xudo xolasa, ertaga modda syomkaga chiqmoqchiman. Agar chidolsam, jinnilik bo'ladi-yu, bunaqa sovuqda men allaqachon sezon yopib qo'ygandim. Lekin asli o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Chim bo'lib bir oy uyda qimillamay o'tirib yana ham esim kirgan. Lekin iloji bitta syomkam bor. Shuni olaman. Bir ertaning o'zida где-то 2 soat, 3 soatni o'zida shart-shartda 3-4 ta videolarni olaman. Bo'ldi, shu bilan keyin Andijonga ketaman. Andijonda ishi bor. Hozir nima bo'ldi? Juda tushunmadim. Effekt o'ynab qoldim. Keyin yana bitta gapim bor sizlarga. Bitta post qo'ygandim, sun'iy intellektda tayyorlangan. Ajoyib odamlar, tushunmayman, qanaqadir ongi pastmi, bilmayman. Shunaqa odamlar qanaqa men podpiskamda yuribdi. Kurguzuri mamcha kichkina, miya mamcha bo'lgan odamlar. Iltimos, ozgina ko'ringlar, rivojlaninglar. Nima bo'pti? Meni auditoriyamda 7 yoshdan 70 yoshgacha odam bor-ku, hammaga bo'p narsalar qo'yishim kerak va постоянно jiddiy bo'lib chiqurmayman-ku.